Juda ko'p ota-onalar farzandimni qanday maktabga bersam bo'ladi deb savol berishadi. Tajribamizdan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, boshlang'ich sinflarda asosan maktabdan ko'ra sinf rahbariga, ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchisiga alohida e'tibor berishingiz talab etiladi. Sababi fan darslarining umuman 70-80% dan ko'pini bitta fan o'qituvchisi o'tganligi bois asosiy o'sha ustozning ta'siri farzandingiz kelajagi uchun asosiy o'rinda turadi. Shuningdek, 5-sinfdan boshlab deyarli barcha fanlarga alohida ustozlar kirishi natijasida umumiy nazorat biroz pasayadi va aynan shu bosqichdan boshlab ota-onaning farzandlar nazoratiga e'tibori kuchaytirish talab etiladi. Yuqori sinf farzandlarimizga esa alohida o'z qiziqishi va qobiliyatidan kelib chiqib, maxsus ixtisoslashtirilgan sinflar yoki akademik litseylar yoki texnikumlarga yo'naltirish tavsiya etiladi. Sizda farzandlar ta'limi bo'yicha qanday savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirib kanalimizga a'zo bo'ling. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib do'stlaringizga ham